Oxirgi paytda menga bo'layotgan ko'plab murojaatlardan keyin bu narsani aytmasam bo'lmaydi. Toza qo'llar davlat dasturi asosida menga juda ham ko'plab antiseptiklarning narxini so'rab murojaatlar bilan chiqishyapti. Gap hozir bu yerda antiseptiklarning narxida ham emas. Menga bo'layotgan murojaatlarda antiseptiklarning tarkibidagi spirtni kamaytirib berishni so'rab juda ham ko'p murojaat qilishyapti. Oxirgi bo'lgan murojaat juda ham achinarli, ya'ni tarkibida 10% spirt bo'lgan antiseptik bera olasizmi deb murojaat bilan chiqishdi. Shundan keyin bu narsalarni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Mani murojaatim antiseptik ishlab chiqaruvchilarga, antiseptik ta'minoti bilan shug'ullanuvchilar, antiseptiklarni ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchilarga. Sizlardan iltimos, butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan belgilab berilgan antiseptiklar uchun qo'yilgan normativlar bor. Ana shu normativlarga rioya qilishinglarni iltimos qilib qolaman. Antiseptiklarning tarkibidagi hid beruvchi moddalarni gipoallergenligiga ham ahamiyat beringlar, chunki toza qo'llar davlat dasturi asosida bu antiseptiklar bog'cha bolalari, maktab o'quvchilariga, ya'ni bolalarga ishlatiladi. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga qaraganda, qo'l antiseptiklari 60% dan 70% gacha bo'lgan tarkibida spirtli bo'lishi kerak. Bu videoni antiseptik ishlab chiqaruvchilarga, antiseptik ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi va antiseptiklar ta'minoti bilan shug'ullanuvchilarga jo'natib qo'ying.